Assalomu alaykum aziz do'stlar, Abrorbek Raimov kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz Toshkent Sergeli mashina bozoridan Damas so'raganlar uchun Damas narxlaridan bo'ladi. 2023 Damas avtomobili do'stlar. 26.000 probeg bo'lgan ekan. 26.000 bo'lgan. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. Metan gazlarimiz bor. Yangi balonlar. Balonlarimiz ham yangi. Chexol poliklarimiz. Patologlarni ham ko'rishinglar mumkin. $26.800 probeg bo'lgan salonimiz. Ma'lumotlar yozilgan, nomerlari, hamma narsasi. Aka, narxini qancha deyapsiz? 7.000 deyapmiz. 7.000 kami bor. Kami bor, tozasi bor. Kraska toza. Kraska toza. Faqat naqdmi yo variant ham bo'ladimi aka? Bank. Naqd yoki bank bo'ladi. Telefon nomeringiz yozilganmi aka? Telefon nomerlarini ko'rsatib o'tdim. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.